Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda erta tongdan yana bir ayanchli falokat sodir bo'ldi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Andijonda aholi yashash xonadonida bugun tongda dahshatli yong'in chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yong'in videosi bo'yicha rasmiy ma'lumot berildi. Andijon viloyati favqulodda vazifalar boshqarmasiga ko'ra 2 dekabr kuni soat 22:33 da Andijon tumanidagi Kurama mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan xonadonda yong'in sodir bo'lganligi haqida ma'lumot kelib tushgan. Hodisa joyiga 4 ta yong'in qutqaruv ekipaji yo'naltirilib, ular 11 daqiqa ichida yetib borgan. Yong'in soat 22:49 da o'rab olingan va 23:30 da to'liq bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida uyning shift va tom qismi, shuningdek bir qator ro'zg'or buyumlari yonib zararlangan. Favqulodda vazifalar boshqarmasi xabariga ko'ra, hodisa oqibatida tan jarohati olganlar qayd etilmagan. Sabab va yetkazilgan zarar miqdori o'rganilmoqda, deyiladi xabarda.